Masjidni to'ldirmay turib yana masjid deymiz. Bugun xuddi bir savob amal deganda faqat masjid qurish, unga lustura ilib berish, unga gilam solib berish, shuni tushunib qoldik biz musulmonlar. Ilm deganda faqat madrasada o'qishni tushunib qoldik biz musulmonlar. Bugun mana shu tumanda turganimiz uchun shu tumanda o'zini gaplashadigan bo'lsak, shu tumanga hozir masjid kerak emas, yetarli masjid. Lekin bog'cha kerak sizlarga, klinika kerak, maktab kerak, oliygoh kerak. Masjid qurganga qanaqangi sadaqai joriya bo'lsa, bolajonlarimiz uchun zo'r ta'lim, tarbiya beradigan bog'cha, maktab qurganga ham Xudo sadaqai joriyani savobini beradi. Sadaqai joriya degani o'lgandan keyin ham savob borib turadi. O'lgandan keyin savobi borib turish faqat madrasa qurish bilan bo'lmaydi. Daraxt eksa ham shunga tushadi. Mana yo'lni o'nab qo'ysa ham shunga tushadi. Bir qishloqqa quduq chiqarib bersa ham shunga tushadi. Qani agar puli bor odam men hozir onamga, otamga, o'zimga o'lganimizdan keyin ham men savob bo'ladigan ish qilayman desam, mana suv yo'q joyim, quduq qo'ylasin. 50 metr, 70 metr yo 100 metr nech pul ham masalan yo 700 milyon yo 500 milyon qo'ylasin chiqarsa ana. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan o'tirishganida bir gavdalik, baquvvat kelishgan yigit o'tib ketayotganda sahobalar ko'rib qolishgan ekan. Shunda ko'rib qolishib aytishgan ekanki Rasulullohga, o'sha bir-birlari bilan gaplashib, qaniydi shu bola hozir Xudoning yo'lida biz bilan yursa edi deganda Payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki, to'xtanglar, sizlar bilib bilmay gapirmanglar. Agar sizlar hozir shu ko'rgan baquvvat kelishgan bo'lgan ekanda, agar hozir mana sizlar ko'rib turgan yigit oilam, ro'zg'orim, tirikchiligim deb ketayotgan bo'lsa, fahva fi sabilillah degan ekanlar. Bu Allohning yo'lida ketayotgan odamdek degan ekanlar. Agar maqtanish uchun, faxr uchun boylik orttirib, qolganlardan ko'ra o'zimni ustun tutaman deb ketayotgan bo'lsa, fahva fi sabili shayton degan ekanlar. Bu shaytonning yo'lida ketayotgan bo'ladi degan ekanlar. Bu nima degani? Bugun mana shu joyda mehnatini qilib, nafaqaga chiqib, pensiyasini olib o'tirganlar bor. Ular bolasini yoshligida boqdi, qaradi, ta'minotini joyiga qo'ydi, tarbiyasini berdi qo'lidan kelganicha. Ana endi bugun ularning farzandlari shu otam, onam, xotinim, bolam deb tashab qo'ymasdan shu ro'zg'orimni qilishim kerak, dadamga qarashim kerak, onamga qarashim kerak, uylanganman, men erkakman, xotinimga qarashim kerak, bolamga qarashim kerak deb tirikchilik maqsadida bir hunar, bir dehqonchilik, bir ish yo tijorat yo bir safarga borib ishlab pul topayotgan bo'lsa, buni payg'ambar aytganlar. Bular Allohning yo'lidagi odam bu deganlar. Musulmonlar tor doirada o'ylashini yo'qotish kerak. Buni to'xtatish kerak bu narsani. Dinimizda ilm deganda ajratilmaydi. Ilmni foydali, foydasizga ajratiladi xolos. U dunyoviy ilm, bu diniy ilm yo'q. Unaqa ajratilmaydi. Faqat tushuntirish uchun gapiriladi xolos bu narsalar. Lekin ilm ikki xilga bo'linadi dinimizda. Foydali ilmlar bor, foydasiz ilmlar bor. Foydali ilmlarni o'rganish farz, foydasiz ilmlarni o'rganish mumkin emas. Endi o'ylang, xo'p bizga foydali ilmlar nima? Mana oddiy bo'lsa hozir svet o'chib qoldi, cho'chib o'tirdik. Hozir svet yonmasa ovozimizni eshitmaydi odamlar deb. Svet qaysi fan bilan yonadi? Fizika bilan yonadi. Fizika kerak bunga. Mikrofon nima? Ximiya, fizika, algebra, geometriya, matematika. De o'ylang, musulmon inson bu dunyoda xor bo'lib yashasinmi? Birovga qaram bo'lib yashasinmi? Yo'q. Endi biz musulmonlar ham keling boshqa joylardan, Xitoydan, Koreyadan, Rossiyadan, Yaponiyadan odam chaqirib biz ham ishlataylik. Biz ham qurilish qildiraylik. Ha, u maqomga chiqish uchun qachon erishamiz? Bugun musulmon ota-ona bolasini o'qi deyish kerak. O'qi bolam. O'qisang aziz bo'lasan, payg'ambaring aytgan bo'lgan. Al-ilmu izzud dunyo.
ilm dunyoda insonni aziz qiladi. Mana bitta xonada o'tirib, rahbar bo'lib o'tirish uchun nima qilish kerak? Bitta zo'r institutda o'qib bitirgan bo'lish kerak.